Jaziba. Men oxirgi paytlarda hech nimadan qo'rqmay qolganim uchun dunyodagi eng xavfli bo'lgan Darknet saytiga meni qo'rqitishlari uchun 10 million so'm berdi. Lekin ular men kutganimdan qattiqroq qo'rqitmoqchi bo'lishdi va meni do'stimni o'g'irlab ketishdi. Va endi esa do'stimizni qutqarish uchun tunni yovvoyi o'rmonda o'tkazishimiz kerak. Albatta bu narsa biz uchun juda qo'rqinchli va shuning uchun ham bu narsani suratga olishga qaror qildik. Agarda hamma narsani tushungan bo'lsanglar, video boshlandi. Va xushvaqt do'stlar, hoziroq Omonxon YouTube kanaliga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunaqa masshtabli video men YouTube kanalida hali bo'lmagan. Ya'ni men rostdan ham o'zimni qayta xavfga qo'yaman. Va ishonavering, bu narsa menga yengil bo'lmayapti, o'rtoqlar. Va xushvaqt sizlarga yana bitta narsani eslatib o'tmoqchiman. Do'stlar, bilsanglar, salkam 2 haftami, 3 hafta oldin 2 million bo'lganda va o'sha oradan kam vaqt o'tdi va biz 2 million 100 mingga erishamiz. Bizda o'sish nereal tez bo'ldi. Shuning uchun ham albatta o'rtoqlar videoni o'tkazib olmanglar. Yaqinda chet eldan ham videolar chiqadi. Shuning uchun ham albatta like-ni bosib tashlang. Va nimaga aynan like bosish kerakligini video davomida tushunib olasizlar. Va aytgancha, men videolarim avval bilan yaxshiroq ketadi. Oy. Agarda like-ni bosib obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bo'lmasa video boshlandi. Sizlar mendan so'ragan qo'rqinchli video. Va ana endi do'stlar, biz haqiqiy o'rmonga keldik. Va bu videoda do'stlar, men bilan Gambit aka va Maqsudjon bor. Chunki biz Sardor topishimiz kerak. Eng qizig'i mana bu yovvoyi o'rmonda bizani nima kutayotganini bilmaymiz. Tashab ketaveringlar Sardor. Nima qizig'i bor, qiynalib. Tasavvur qiling, men bir qo'rqishim uchun 10 million berdim. Yo'q, men ketdim. Ну qamaylar, bo'lmasam biz o'rmonga keldik. Ну давайте o'rmonda ham выживание qilamiz. Ya'ni jon saqlab qolamiz. Va bu uchun albatta mana shu joyga, bitta chodir quramiz. Let's go. Balkim просто Sardor o'rniga maxsus yo'qotib olishimiz kerakdir. O'ligini topsa, ya Sardorni. Ufti. Ha? Bular nima? Oddiy gapiryaptim bu gapni. Stop. Oramizda kundan chodir qurishadimi? Yo'q. Men birinchi marta o'rmonga kelyapman. Ну qamaylar do'stlar, ko'rib turganingizdek, chodirimiz qo'limda. Voy bu qanaqa? Ne? Bo'ldimi? Do'stlar, bizning chodirimiz tayyor. Kamera qo'yilish qana? Stop. Agar kechqurun bizani qo'rqitishga, baribir Darknetga ishonib bo'lmaydi. Ya'ni ular baribir jostki boradi. Qanaqadir maxluqlar kelsa, buni bitta urib buzib qo'yishi mumkin chodirni. Kamera, qara, chodir ochib ko'ramiz. Oy. Do'stlar, nima bu chodir? Voy bilan! Oynasi bor ekan. Bu hamayl bo'lmasa, ana endi chodir ichini bezaymiz. Baf, do'stlar, ana endi ham biz bu chodirda beo'ylasha olamiz. Mana qaranglar. Yeydigan narsalarimiz, suvlarimiz, chipslar, mana har xil shokoladlar. Va bu tarafda esa bizga kerakli qurol aslahalar. Masalan, mana bu bolta. Agarda kimdir bizga hujum qilsa, bemalol shu boltadan foydalanamiz. Nu hamayl, ana endi doy chiqamiz tashqariga. Tashqarida ham atmosferamiz bomba. Nu hamaylar, qarang, kech tushganda bu nerealniy soviydi. Shuning uchun ham Mametdan olov yoqadigan joy qilishimiz kerak. Chodir ichiga yoqilmaydimi olov? Mana bu bizani yog'ochdan yasalgan ketmonimiz. Chunki biz shunaqa yashashimiz kerak, biz yovvoyimiz bugun. Bu ketmonmi? Da. Ana endi kovlash kerak, chunki asosiy quest qorong'i tushgandan keyin boshlanadi. Biz qorong'i tushgungacha hamma sharoitimizni to'g'rilab qo'yib, kerak bo'lsa, mana shu yovuz shaytonchalarga tuzoqlar qo'yib qo'ysak, bemalol chodirda o'tiramiz. No hamayl, bo'lmasa mana endi olov yoqishimizga joy tayyorlaymiz. Xullas hozir men tosh yig'ishim kerak. Nimaga desanglar, olov yoqqanimizda atrofiga dumaloq qilib o'rab qo'yamiz. Shunda olov tarqalib ketmaydi va o'chib qolmaydi. Endi chimirib olib, o'zimizni o'rmonbekdek bo'lib harakat qilish kerak. To'g'risini aytsam, men juda ham qo'rqyapman, lekin bularga bildirmoqchi emasman qo'rqayotganimni. Agar bularga qo'rqayotganimni bildirib qo'ysam, vahimaga tushib qolishadi. To'g'risi tezroq bu atrofdan bir zum qolmasligim kerak. Ularga qo'shilib olsam yaxshi bo'lardi, chunki bilmayman bu o'rmonda nimalar bor. Do'stlar, mana bu haqiqiy o'rmonda yashab qolish desa bo'ladi. Aytanchi qo'yamiz. Tashlang, sekin. Va bu do'stlar, xuddi amerikancha kinoga o'xshagan o'tirish qara. Tarqamazdi. Va shunaqa qilib biz katta toshlarni maydalab, olov yoqish uchun joylarimizni tayyorlab oldik. Va do'stlar, ko'rib turganingizdek, bizdan olov yoqish uchun cho'g'imiz tayyor. Va endi Maqsuddan o'tirlarni qo'y. O'tirlarni olib kelib turgin. Gambit aka, siz kelib bu yoqqa. Xullas, Gambit aka hozir o'sha ketib tushyapti. Bizni tuzoq yasashimiz kerak. Ular masalan kelib turib qiynalish kerak-da, ishonasizmi? Yiqilib tushsa-da, hamma daraxtlar orasiga bunday ip o't qilsa-da, ko'rinmaydigan aka. ko'rinmaydigan-da, yugurayotgan paytda yiqilib tushadigan qilib yasasa. Agar qo'ng'iroqcha yoki siqiladigan narsa topsak, qattiq yiqilgan, qattiq yurganini ham bilib olsak bo'ladi ovozdan. Shunda bizni kutmagan payti haqida kimdir kelib bizani qo'rqita olmaydi, to'g'rimi? Da, biz bilib turamiz shunda qattiq. Qani oling chaqon.
Nu da bilaman, xuddi paytda sizlar mendan so'rashingiz mumkin. Nimaga Darknet? Omon jinnimisan? Sen rostdan o'ldirib ketishi mumkin, deyishingiz mumkin. Lekin do'stlar, sizlar menimcha meni naqadar ko'p qo'rqinchli ishlar bilan shug'ullanganimni va o'sha buncha narsadan keyin meni hech balo qo'rqita olmasligini, tushunmayapsizlar menimcha. Ya'ni men tashqi dunyoga ham bordim, qabristonga ham bordim, har xil jinchaqir suvlari, eng qo'rqinchli nomerlar, eng qo'rqinchli ishlar hammasini qilib ko'rdim. Lekin qattiq qo'rquv menda bo'lmayapti. Va bu ish bilan nafaqat o'zimga yangi hissiyot olish, balkim obunachilarga ham qiziqarli kontent qilish maqsadidaman. Shuning uchun do'stlar, albatta hech qanaqa negativ kerak emas. Va sizlar meni bu qarorim to'g'ri deb o'ylaysizlarmi? Kommentariyaga buni yozib qoldiringlar. O'ylashim bo'yicha Darknet bo'yicha hammasini tushundinglar? Ana endi videomiz davom etadi. O'rtoqlar, bizda hozir mana shunaqa qo'ng'iroqchalar bor. Va buni mana qarqondan faqat oyoq tegadigan qizamiz-da. Teganda bir sanaqa bu qilsa, qo'ng'iroq ochib qo'ysa ovoz chiqadi. Va shu orqali biz bemalol kimdir bizga kutilmaganda hujum qilmoqchi bo'lsa, bitta payqaymiz. Lekin do'stlar, to'g'risini aytsam, xuddi atrofdan kimdir bizani kuzatayotgandek. Lekin bilmayman. Atrofim buni olgan o'zing ham hamma yoq to'la daraxt-ku. Aynan kimdir bormi, kimdir yo'q bilib bo'lmaydi. Ya'ni ko'z payqamaydi. Va shu meni battar qo'rqityapti. Arqon qilib bo'ldingmi aka? Da. Men Mamatga qo'ng'iroq aylaman. Qani mana qo'ysam bo'lsa kerak? Xo'p, qani. Bilmayapsan? Kimdir kelyapti. Bizni 100% Sardor qutqaramiz. Va David kommentariyaga kirib Sardor qutqardi deb yozib tashlang. Albatta o'rtoqlar, buncha mehnatga hozirroq like bosib qo'ying. Gametaga qarang. To'g'ridan kelsa, nima qilishni bildik. Yondan kelsa ham xuddi shunaqa qilaylik-a? Da, конечно. Shu tarzda biz ko'pgina joylarda qo'ng'iroqchali, ogohlantiruvchi tuzoqlarimizni o'rnatdik. Va shu bilan do'stlar, biz qo'ng'iroqli tuzoqlarni hammasini o'rnatib bo'ldik va ana endi bo'lmasam biz qurollarimiz. Tasavvur qiling, ular kelyapti. Qo'ng'iroq ovozi eshitildi. Biz qanaqasi ularga qarshi hujumga o'tamiz? O'zimizni himoya qilish kerak. Komon bilan bolta, tosh olish kerak qo'lga. Ya qarang, tosh o'zi jaydarcha. Biz aytyapmiz, tosh davridamizda. Komon, nayzalar solamiz. Nayza, okey. Ha. Stop, telefonim nimadir keldi. O'rtoqlar, menga video tashashdi. Demak, Sardor mana shu o'rmonda. Da, конечно. Qani og'zi ochiq edi videoda. Baqirsam balkim javob qaytarar. Просто oldiga boramiz, qutqaramiz, ketamiz. Okey, davay. Sardor! Bilet og'zi chiqdi. Signal beramiz. Kelmadi. Okey. Men kamon yasayapman. Davay, jigar. Niqamayli o'rtoqlar. Maqsad kamon yasayapti. Dayt biz Sardor qidirib kelamiz. Go. Xullas hozir Oman aka bilan Gambit ketishdi Sardorni mana shu o'rmondan qidirishga. Ular qidirursin, men agar bizga nimadir tashlanib qoladigan bo'lsa, mana bunaqa kamonla yasayman deb shunaqa qilib baqqa otib ezib tashlayman. Xullas mana o'rtoqlar, kamonim tayyor bo'ldi. Men haqiqiy kamonbozman, mana buni qaranglar. Mana bu daraxt bo'lsa, ko'rdinglarmi? Вот уже mana kamonim ham, o'qlari ham tayyor hammasi. Endi men bu yerda boyagi qo'ng'iroqlarning ovozi eshitildimi? Hech kim yo'q lekin. Men bu yerda buruzimman, o'zimni himoya qilish uchun chodirga kamonim bilan birga kirib olaman. U ovoz eshitilyapti. Jim o'tirishim kerak. Voy! Yes, sizlarmi deylar. Kamonimni sindirib qo'ydim sizlarni deb. Xullas mana men o'zimni kamonim sinib ketganini yasab oldim. Mana bunaqa skochlar bilan bog'lab cho'tka bo'ldi. Yo, stop, qarang. Kamonni hozir baribir 100% o'raman, hamma olmoqchi bo'ladi. Shuncha bitta challenge qilamiz. Kim kamonni yaxshi olsa o'sha olsin. Bizdan qo'rqitishga har xil odamni kelsa, bemalol ularni ko'kartirib kerak qo'rqitib qayda yuboramiz. Nima deysiz? Davay. Все, давай, olib kelamiz nishonlarni. Aha. Faqat do'stlar, biz mana shunaqa nishonni qo'ydik va nishondan ro'par olsak 1 2 3. Mana shu yerdan turib, kim nishonni o'rtog'iga poylasa, o'sha odam mana shu kamon sohibi bo'ladi. Bu kamon turishini qarang o'rtoqlar, просто raqib keladi, deydi-ku. Nima qiladi bu bilan? Raqibni umriga zomin bo'ladi. Salom alaykum. Eng qiziq bu kamonni ko'rib, yoshida yasagan kamonlarimiz esimga tushib ketdi. Siz ham kamon yasaganmisiz? Da, jumong bo'lib, undan yaxshiroq edi bu. Siz-chi, siz mana shunaqa kamon yasa olasizmi? Sizda nechta? Siznikitami? O'rtoqlar, ana endi bo'lsam birinchi o'qitish. Bu noto'g'ri ishlatdi. Niqamayli o'rtoqlar, men dash tegmadim. Fan endi kam ekan navbat. Bag'ish, davay. Tegdi. Qachami tegdi? Qancha tegdi? Bular bilishmadi-da, men buni bitta aylantirib o'rab olish kerak edi, tarraymalarni. Voy. Okay. Ana. Ya, stop. O'rtoqlar, kamonimiz bo'lmadi. Qamayli. Kamondan ko'ra qattiqroq tegadigan narsa bor. Nima bu? Ragatka. Qamayli, bo'lmasa tez ragatkani olib kel. Va bilasizmi nima? Ragatkada qattiqroq ham tegadi. Albatta. Uzoqroqqa haqiqatan mo'ljalga olsa. Albatta. Qani? Haqiqiysi. Yoshligimdagi orzuyim-ku bu. O'qini qaraylik. Tosh-ku bu. Bu necha kilo bu? Bir jil kim otadi? O'zim otaman. Davay. Va o'rtoqlar ichida o'qib turibdi va otaman. Sen o'zi bugun otasanmi? Maniga mana shu teshdi o'rtoqlar. Ko'ryaptimi? O'rtoqlar, men 8 oldim. Qamayli, kamidagi otibdilar.
Bu qatga tushdi. Buni. Mana asli Mamit ketibdi. O'zim ko'rasan. Ha, 8 bu ham. Bu ham 8 o'rtalardan. Aynan Mamit ketgan. Pul ko'chib bo'lgani uchun yorib o'tolmadi. Va maqsud qarang. Agarda plyus sursang, mana shu rogatka bilan sen himoyalanasan. Prekin, bizda bo'lmaydi. Даже tegmadi. Qayta olish mumkinmi? Yo'q. Tegmadi. Va ana endi bo'lmasa o'rtoqlar gambit ikkalamiz bir xil urdik, shuning uchun ham bitta tortishamiz, a? Davay jigar. O'qidan ber bitta. Obbo maqsadi. Bo'lmasa men endi birinchi yo'l men otaman. Tegmadim dashi. Bila, yo'q. Tegmasin. Tegmadi. Tegdi. Tegdimi? Mana. Qani? Ko'k. Tegdi. Qani? Yo'q. Batik qizdim. Tegdi. Omonlik tegmadi. No hamayli, o'ylashim bo'yicha kamidagi bizdan himoya qiladilar. Men esa ana endi bilet najs yasashim kerak o'rtoqlar. Va shunaqa qilib men najsa yasab olib, chodirda ozgina dam olishga qaror qildim. Shu paytda bolalar esa, Qarochi, birinchi bo'lib olov yoqamiz. Hozir bu olov tez yonib ketadi. Bu yonib olgandan keyin tashqaridagilarni tashlasak, qurib yonguncha. Menga yana o'sha Darknetda xabar keldi. mana shu joyga borsang, o'rmon xaritasi bor va o'rmonda Sardor turgan joy topishing mumkin deb yozibdi. Okey, shunda shu lokatsiyaga boramiz, xaritani olamiz, Sardor o'sha xaritani ichida. Men bilmayman, aka, shunaqa deb yozdi просто. Okey, ketdik. Okey, bo'lmasa tashib bergan lokatsiyasi bo'yicha. No, to'xta, rogatkamni olaymi? Shunaqa ma'lumot qo'yingizmi? Ya qancha qatdan bilasiz, o'tda borganda bir kutib turgan bo'lsa, 4ta 5tasi. Maqsud sen qol. Davay. Eng qiziq qarang, Telegramdan turib, u odam qattaligini aniqlab olsak bo'lmaydimi? Mana qarang, men qarang. 600 metr dot, ko'rasan? 600 metr yaqinimiz. Bular Eshitdim men ham, bo'ldi. Bo'ldi, eshitdim. Bog'ma qilish shart emas. mana lokatsiya bo'yicha yuramiz endi. Nu qattiq ko'rsatdi bu, bilet tushunmayapti. Ya eng qiziq aka, hozir prosta Sardorni topsak, bilasizmi bo'ladi? 5 ta. Qorong qolmasidan chiqib ketamiz. Va do'stlar mana shu lokatsiya mana. Va bilet очевидно ham yetarligi. Hop, ochamiz. Aha. Nima bu? Yo'q. Bu shu kirib olganmi, hisob qo'shganmi? Yaqinmi? Bilet. Qo'lingizga olasizmi? Ha? Voy buni sirligini. Hop. No, mana bu xarita o'ziga o'rtoqlar, xaritani ham topib oldik. Hamma borib qaraymiz, lekin quyon nima qilamiz? Olamiz. Quyon qanaydir podskaskami bu? Nimadir bir belgimi? Bilingmi? Quyon nima qilyapti o'zi? Xullas hozir men o'tin yoqmoqchiman. Internetda ko'rib qo'ygandim, mana shunaqa kamonga o'xshaydi narsaga qayoqda qo'yib aylantirish kerak edi. O'xshamayapti. No, nima qilaman? Menga Gambit aka mana bunaqa zajgalka tashab ketgandi. Mana bu mayda tayoqchalarni ezib olamiz birinchi bo'lib, keyin yoqsak, shunda bu quruqda, shunga yonadi. Hamma o'rtoqlar quyonni olib chodirimizni tashab qo'yamiz, ketdik. Va xarita ham bor bizda. Lekin, bilasizmi nima? Uchi? Qatandiri benzepila. Voy maqsadga nimadir qilmadimi? Ey, eshitdinglar, benzepilani ovozi eshitildi. Maqsud! Tirikmik, ha? Maqsud! Qatdi. Kim bu? Turib olganini qaranglar shu. Cho, nima bo'ldi? Benzepila bormi qo'lida? Bilmadim, nimaligini ko'rmadim, shuni ustimga keldi, sraz ichkariga qo'rqib qochib kirdim. Shoshing, chekib o'taylik. Maqsud bizani rostdan aldayaptimi? Nima qotdi? Lekin olov yonibdi, ha? Olov yoqibdi, yaxshi, malades. Olov yoqibsan. Men buni xarakterini bilaman, brat. 100% kirsalik qilib nima bor? Voy, biz buni qo'rqitdik-ku. Ha. Javoban u ham bizdan shuni qo'rqitmoqchi bo'ldi. Shunaqa bo'ldimi-ku? Bo'ldi, qarachida, ko'rib turibmiz. Bu paytda biz nimaga Maqsudga ishonmadik? Chunki Maqsud bilsanglar, meni kanalimda juda ko'p videolarda nimagadir har doim ikkizlamachi rolida nimagadir kimdir aldab ketgan. No, o'zinglar ham shunaqa deysizlar, Maqsud ikkizlamachi, Maqsud sana yana aldab ketdi deysizlar. Masalan, pauza challenge-da. Va men Maqsudni bu videoni ham xuddi shunaqa obrazga kirib olib turib, bizani qo'rqitmoqchi deb o'yladim. Men juda katta adashgan ekanman. Va buni esa o'zimni boshimga ham shunaqa qo'rqinchli holat tushgandan keyin tushundim. Qarshi o'rtamizda xarita topib oldik va bu hozir biz turgan o'rmonning xaritasi. Va o'rtasida qanday qizil dog' turibdi. Va o'ylashimcha aynan mana shu dog'da Sardor. Endi savol, biz qayerda turibmiz primerni? Biza qarang, mana taxmin momentda bo'lsak, bu yoqqa qarab yaring, bu yoqqa qarab yurishimiz kerak. Ha, okey, bu yoqqa qarab yuramiz. Ha, davayki. Hozirmi? Ha, voy. Maxsus olov yoqdi. Men qilgan qilig'idan keyin qo'rqityapti-da mana. 100% o'ylashim bo'yicha Biza qo'ygan. hammasi bizga taraf bo'ldi. Voy, bular qo'rqitdi. Voy, bular qiziq. Voy, yopmaysan. Yo'q. O'rtoqlar, bu nima bu? Qiyosdan ish qoldi. Qo'limni nimadan tirnab tashladi. Ol tashqarini ol. San chiq, operator senga tegmaydi. O'rtoqlar, olovimizni ham o'chirib ketishdi. Eng qizig'i, hali
tushgani yo'q, lekin Xalitdan boshlayapti. Bu nima edi bu? To'g'risini aytdi, ko'rdingmi? U odammi yo bir 7 oyoqli nimadir? Men maqsad aldadi bo'ldim. Yo, bu qanaqadir manyak bu, onasi ramsin. Bila benzopilasi bor. Tegsa borku o'pirib yuboradi 100%. Yo, u jinni qanaqasi bunday qilib yuribdi? Yo, men просто o'zim o'ldirish uchun pul to'ladim, yana. Nimaga bunaqa? Nihamali, eng muhim qo'limizda xarita bor. Va quyon bor. Quyon go'shtidan shashiksizdan. Nihamali, qorong'uchisi qiynalamiz. Shu uchun adolat olov yoqib ekan. Lekin do'stlar, shonuriylar, menimcha haqiqiy video endi boshlanyapti, o'rtoqlar. Biz просто real qilib o'zimizcha nadarni otdik-ku. Mana hozir keldi. Ragatkani olishga даже 1 sekund vaqt o'zdi. Bitir qilib ketdik uyimizga. Yonimizda turish kerak ekan bu narsa. Plus bitta narsa, kimdir nimadir chiqayotgan paytda kimdir qarab turish kerak atrofga. Men просто qarab turaman. Sen olov yoqib turing. O'rtoqlar, men вообще cho'chib ketdim to'g'risi. Chunki bu qanaqadir oddiy narsa emas, o'rtoqlar. Mana qaranglar, o'rtoqlar. Qanaqadir badanim jimlab ketdi deydimi, shunaqa bo'ldi. Eng qizig'i biz video boshida qanaqa jinnilik qildik, xazu-xuzu qilib, mazza qilib paltga qo'rib, xuddi aynashga chiqqanday o'tirdik. Lekin bir sovuq shotdi, ikkinchidan qo'rquv bosotdi, uchinchidan biz o'rmonning qoq o'rtasidamiz. Agar bizga nimadir bo'lsa ham, yordam deb baqirsam hech kim bilmaydi. Вот mana bu qo'rqinchli. No, hammaylar hozir bolalarga bosim qilib qo'rqitib qo'ymang, chunki tak qo'rqinch atmosfera. Shuning uchun sizlar просто like bosib qo'yinglar, o'rtoqlar. Давайте, san like keling menga kerak, chunki o'ylashim bo'yicha bunaqa qattam hayotimiz kamida 50 ming like arziydi. Va do'stlar, biz shunaqa qilib olovimizni ham yoqib oldik. Hozir biz xuddi shu tarzda kechqurun kuta olamiz. Tashlandi o'rmonni. Ha? Lekin qarang-ki, mana shu Darknetdan bizga hozir har xil qo'rqinchli topshiriq tushyapti-yu. Okay. Mashinani hozir qorong'ida ham bajara olishimiz kerak, ishonasiz? Nima chaqirding meni o'zi? Aka, qo'ya hamma qo'rqardi. Boshqa kim chaqirma. O't komment o'zingiz yozib qoldiringlar. Gambit jasur va qo'rqmas, to'g'rimi? O, menga motivatsiya bo'ldi bu gap. Ha, все, ani men qutqaring. Qo'yib bilib o'zishdi. No, 100%. Anu mana bizani qattandirib qo'yib o'tiribdi. No, lekin bunaqa bo'lishiga qaramasdan biz ovqatli olishimiz kerak. Bu nima sendagi? Bu mendagi marshmallow. O'rmon qo'rqinchli, shuning uchun shirin narsa yeb o'tirgim keldi. Qani yechi qilib pishganmi? Buni ustida yeysan ham, olasiz sana ichini qarang. Oy, qani yechi qilib? Bar tam o'zgarmaydi, marshmallow bab yoqmishmiz. Yoqdimi hozir? Da, yoqdi. Do'stlar, ko'rib turganlaridek, biz umuman qo'rquv haqida o'ylamasdan mazza qilib ovqatlanib o'tiribmiz. Lekin o'rmonga qorong'u tushayotganini esdan chiqarishimiz kerak emas. Ya'ni bizga o'sha yovuzlar aytishi bo'yicha hammasi o'rmonga kechqurun tushgandan keyin boshlanishi kerak edi. Va shonuriylar o'rtoqlar, juda bizani shokka tushiradigan voqealar bo'ldi. Men to'g'risini aytsam, bu videoni ko'rmagan ko'zdan sotib olishga qolardim. Chunki bu videoni qaytib ko'rish juda mazza. Ayniqsa agarda hozir siz videoni hali davomini ko'rmagan bo'lsangiz, mazza qilib ovozini baland qilib ko'ring. Menimcha uncha-muncha ujiz kunida ham bunaqa bo'lmasa kerak. To'g'risini aytaman, aynan shu voqeadan keyin men juda qattiq qo'rqib ketganman. Va do'stlar, shunaqa qilib biz yumshoqqina ovqatlanib oldik. No, men bilingan bilan qorni qanaqa ovqat yozatdi, lekin kechqurun juda qo'rqinchli. Shuning uchun ham qo'limda fonlar bor, mana qarang. Bof. Просто atrofga qaraymiz. Va shu zona o'tga. Voy! Все, o'rtoqlar, endi hech kim yo'q, lekin bilmayman, bizani nima qotib qo'ylab. Voy, o'rtoqlar, qorong'ida nima qilish bilmayman. Bugun uxlamaymizmi ish qilib? Yo'q, voy, bizani maqsadimiz kech tushgangacha o'rmonda yashab qolib, kechqurun bo'lgandan keyin Sardorni olib qochish. Yo, qara, hech balo ko'rinmayapti. Ertalab hech narsa qila olmagan, hozir qorong'ida qaq. Qarang, ertalab bizda xarita yo'q edi, hozir bor. Va bizda fonar bor. Yo'q, hozir kamerani fonarida ko'ryapman-da. Kamera fonarini o'chirib qo'ysa bor-ku, nifiga hech narsa ko'rinmayapti. Ha, просто o'chirib qo'yamiz, qarang. Mana bu xarita, qarang. Biz mana bu yerdan kirdik, taxminan mana shudamiz. Bu yoqqa yurishimiz uchun biz bu tarafga qarab yurishimiz kerak. Sardor shu yerda. Qarang, endi shu yoqqa metka qilgan-ku. Hop, yo'lga chiqamizmi? Ham qo'rqaman, no, tezroq bitirib ketgim kelyapti. Ha, aka, kechqurun uxlab qolmaydi. Ovozlarni qarang. Просто paras qilgan. Jim turibdi-da. Tingir boy qo'yib qo'ygan qo'ng'iroqchalarimiz jinglasa ham qanaqa qo'rqib ketadi onam. Brat, u 100% qo'ng'iroqni jinglatmoqchi emas, hamla qilmoqchi. Bo'ldi, nima qilamiz endi? Sardor topamiz xarita bo'yicha. Ketdik. Voy! Billa. Eshitolsanmi? U bizani eshitdi. Tezroq ketdik qidirishga. Do'stlar, bilmayapti kim qattanligini. Qo'limga perchatkalar kiyib oldim, sovqotmaslik uchun. Juda ham bir o'zimni sevaman. Eng qizig'i bor, ani yesazdan poylab yurdi shami. 100% bu, aniq. Anqir maqs qil. Yugurmay, brat, yiqilib tushasiz. Qo'rquv yo'q. Oldimdan chiqadi. Voy, bulet, ey. Yey! Biladi, stop, qattamiz akalar. Ketmaylik, uzoq iltimos, qo'rqaman. Sen topib borarding-ku. Qani top endi. Ko'raylik. Qo'rqitma, chichiqoq. O'rtoqlar, bizga yangi topshiriq kelibdi. O'rmonda sirli
qutilari bor va siz mana shu sirli qutilarni alohida topib, ichidagi topshiriqlarni bajarishingiz kerak. Shunda chodirda paydo bo'lasiz. Like, как будто qorong'ida o'rmonda adashib qolishimiz bilganda, ya? Yo'q, 100% poylab turibdi. Chunki adashib qoldim, risk esimga keldi. Shuncha narsa kerakmi? San jinnimisan? O'zingga o'zing 10 million berib, o'zing darknetga qo'rqitadigan shuncha muammo. Okey, qara, 1 metr nariroq ko'rinmayapti. Hozir biz qanaqa sirli qutini topamiz? Qarshi, mana sizga fanar. Mana shu fanarning yordamida foydalansangiz, sizga yordam bo'ladi. Mengachi. Senga mayli, men fanar. Tipa, menga okey fanar kerakmas. Muhimi, chodirda ko'rishsak bo'ldi. Ketdik, ajralamiz. Hozir nima ajralib, hamma bitta qidirish kerak. Ha? Ye. Oo! Men birinchisini topdim. Qog'oz, ichidagi qog'oz. Bir kishini qalin arqonga 10 minutga bog'lab qo'ying va o'zini yolg'iz qoldiring. Yo'q, siz qolasiz. Jigar, siz topdingizmi buni? Kim topdi buni? Gamitaga qarashing. Ha, bog'laymiz, lekin ketamiz. Keyin qaytib kelasizlarmi 10 minutdan keyin? Yo'q, hamma alohida yurish kerak bundan bu yog'i. Jigar, o'zing o'targansan bo'lmas. O'tgan choy foy qilamiz, xo'p? Yo'q, qaranglar. Manyak bizga va'da beryaptiki, bizda 100% chodirda paydo bo'lishimizni. Faqatgina u uchun biz o'ynayotgan qilsak bo'ldi. Baribir adashib yurgandan ko'ra qolib yotganini qilaylik. Okey. No, o'ylashim bo'yicha o'ldirib qo'yimiz kerak. Va shunaqa qilib biz Maqsudni daraxtga bog'lab oldik. Chiqib ko'rish qani? Chiqib qolmayman umuman. Все, bo'lmasa qol. Lekin bir o'zim tashab ketmanglar. Qorong'i o'rmonda. Kam. Sen prosta o'zingga ishon va arqondan sekin chiqib ket. Ataylab, qara. Mana mashimchasini bog'lama ataylab. Qara, chiqib ketishing oson bo'ladi. O'zingga ehtiyot bo'l, qo'shningni o'g'ri tutma. O'zbeknikichiga O'risi kushiga. bo'ldi, ketdik. Okey, bo'pti gamitaga. San u yana, men bu yana. Lekin mana shu tarafda chodir ishoning. Ikkalamiz bundan borsa topamiz chodir. Okey, bo'ldi. O'rtalar realni qo'rqib ketaman chunki birinchidan sovuq qattiq bosim qotdi. Ikkinchidan qanaqadir bo'ri yoki kuchlilar ovoz kelyapti. Bo'lsa eshitinglar. Anuni benzepilasining ovozi ham kelyapti, eng qizig'i. No, men xursand bo'ladigan narsa shundaki, men chodirga yo'lni bilaman. Shuning uchun ham 100% men chodir mana shu to'g'rida. Xullas, men bu arqondan chiqib ketishim kerak. Agar o'rmonda bir o'zim qolib ketaman. Hey, Oy! Maqsud! Bilet oldiga borishga qo'rqaman hamma. Chodirda ko'rishamiz degandi. Yebach baqiryapti. No, okey, bitta logichli narsani o'ylab ko'rsa bo'ladi. Agar uni yonida bo'lsa, u bekordan bekor baqirmayapti. U bittada. Menga hozir o'chirib kelmaydi. Takji men bemalol yursam bo'ladi, что uni qiynab, muchit qilib balobatlar qilguncha. Mana bu la'natlangan narsasi bo'lsa kerak menimcha. Har doimgidek tuz, o'rmon ruhini chaqirish. Shag'am va tuz bilan nimani chaqirish mumkin yana, tushunasizlarmi? По-любому kimdir chaqiriladi. No, okey, tuzni ochib, kruk qilib olamiz. И kruk qilgandan keyin shag'amni yoqamiz. Billa, Maqsud jim bo'lib qoldi-da, qo'rqityapti bori. Endi men bu shag'amlarni yoqish kerak. Ikkitasini yoqaman menimcha yetsa kerak. Kruk ichiga kiramiz, bu bizani bashniyamiz. Kutishdan boshqa chora yo'q hozir. Faqat kutaman. Kelishi bilan qochaman. Shag'amda shunaqa narsa bor, yonganda borki, unda qilsanglar ko'z yoshga o'xshab qoladi. Yebat! Bosib deyman. Gitmoga bilan qo'yib olmasgi. Bola! Hech kim ovozi yo'q. Oldi tort bor ekan. Ishda takoy tortning yuziga beja degan topshiriq chiqsa. Hop, ichida qog'oz. Qabristondagi uzumdan tort yeb ol. Shunda mana shu tort qabriston uzumidan. No, o'ylashim uchun Libobda tort sotadigan joydan olib olgan. Nima bu? Realni qanaqadir bema'ni narsa. Bilash kimdir bo'qini taylaganman. Raqamlar chodirga qarab ketdi. Bolalarni bilmayman qatariga. O, mana chodir. Mana chodir. Ye? Bolam o'zi ishlab. O, yaqinda. Bola bog'lanib turibdi. Qani? Kelingchi. Nima bo'ldi? Ko'rdim. Jinnimizlar nima qilsizlar, qazlashasizlarmi? Qani xo'p. Короче, ani mazgi sudrab, shotga boylab ketdi mana. Qo'lingni voy bila. Maralniki qara, qo'lini qara, ko'zlab ketdi. Yo, men sizlar baqirganinglar, sizlar o'lib ketiradi o'ylayman. Yomon baqirdinglar. Yomon sudradi, orqam kirmasmi? Yo'q. Lekin qarang. Men o'zim shunaqa yordamsiz, ya'ni tipa podskaskasiz bu ham topganim chodir. Adashib qolmas ekanmiz, bilan. No, okey, to'g'ri aytibsan, xo'p. No, to'g'ri aytibsan. no, qiynalgan biz bo'lib qoldik. Va endi bo'lmasam do'stlar, biz yana savdo qiladigan ketdik. Chunki ertalabgacha bu o'tira olmaymiz. Boya xuddi mashtarib yurib adashib qolgandik. Davayt o'zi faqat to'g'ri yuramiz va shunda o'ylashim bo'yicha yo'l topamiz. Aytsa, anu o'tgan gaplarni qildik, всё-da, normalni. Ha, вот, mana kelmayapti-ku. O, suyak. Nima suyak bu? Ha?
Nima desiz? Надеюсь, что не odamniki emas. Marhamat do'stlar. Просто to'g'riga qarab yuramiz, bir topamiz. Всё. Sardor! Lekin anta qaranda oz eshtiryapti menga, ishonginglar. Oz boydan balalashib boryapti. Просто boraylik, давай. Sardor! Sardor! Bizdan boltimiz ushlab tur. Boltimni yoz tashlab ketdi, ko'rdingmi? Nima bu? Mashinani bagajda. Nima? Yo, to'xta, nima mashinani bagajda demoqchi? 100% Sardor, boshqa kim bo'lishi mumkin? Demak, hozir prosta yuguramiz. Birinchi bo'lib, bir chodirdan quyonni olamiz. Mashina bagajda bo'lsa, hech kim mashina bagajida Sardor chiqarib qochamiz. Tezroq ketaylik. Oyog'im sovqatib ketdi. Sardorni ham topamiz, uyga borib qullaymiz. Uyga borib qulashgan gapmi? Issiqqina vannadan keyin, bu sovuqdan keyin. Oyog'ini vanna qilib. Va anenda o'rtalig'imizda chodirdan narsa olsak bo'ldi. Imomiyatdan ham bironta kerak narsa olaylik, nima kerak sizlarga? O'rtoqlar, prosta Quyonjon! Nima bilan bo'ldi, ko'ryapsizlar? Mana mashina. Stop. Mashina kimda tegibdi? Birinchidan qog'oz, orqasi shunday yo'q mana. Hamma bagaj ochiling, bagaj. Ha? Xullas do'stlar, Sardor o'rmonda yo'q. Lekin bizga hozir aytish bo'yicha umuman boshqa lokatsiyada Sardor. Va bilmayman u qanaqada tashandiq qabristonmi yoki qanaqada tashandiq binomi? Bilmayman qatligini, lekin hozir u yoqqa borsak, 100% kechqurun mashinaga bizani qiynashadi. Bilmayman, men borgim kelmayapti, men qo'rqaman. To'g'risi. Nima qilamiz? Qani o'rmonda emas, hozir o'rmonda shuncha bekor qiynalish hozir. Bu qiyinchilikda shosmi? Lekin biz buni videoga olamiz, bilmaymiz video yedimi yo'q. Daytsin, mana kelishamiz. Mana shu videoga 88 mingta like yig'asizlar. Va aynan mana shu videodan menga ровно 20 mingta yangi obunachi keladi. Yangi obunachilarni men pastda kommentariyada yozib qo'ygan bo'laman. Shu nechta kelganini men o'tib ko'rishingiz mumkin. Obuna bo'lmasa obuna bo'lib qo'ying va like bosing. 88 mingta like va mana shunaqa dahshatli videoni yangi qismi. Umuman boshqa lokatsiyada. Bilmayman, tashandiq qabristondan, tashandiq binodan va qanaqadir tashandiq 100% qo'rqinch joyda bo'ladi. Lekin bugungi shuncha harakat просто bekor ketdi. Bilmayman, Sardor nima qilishyapti? Ertaga so'z harakat ko'ramiz. Buni videosini esa shartli boshlagandan keyin like va obuna bo'lgandan keyin chiqadi. Bitta narsa kayf qildim. O'rmonda birinchi marta bunaqa holatda bo'ldim. Zato Sardor qidirish bahona maza qilib oldim. Men ham maza qildim. Adrenalin prям chotki bo'ldi. Oxirida topishimiz kerak edi, ishonsizmi? Da do'stlar, ko'rib turganingizdek, biz baribir Sardor topamadik. Lekin mana, hozir aynan mana shu videoni yozayotgan paytim, biz Sardor topdik. Ya'ni ertasi kuni bizni aytolmayman-da endi. Juda qo'rqinch joyga bordik va juda jirkanishlar bo'ldi o'rtoqlar. Lekin bu video haqida gapirishga hozir juda ham erta. Chunki o'rtoqlar qarasa like-ni bosmadinglar. O'ylashimcha obuna ham bo'lmagansizlar. Shuning uchun ham davay o'rtoqlar shartlar atiga ikkitagina. Agar sizlar mana shu qiziqarli va biz qiynalganimizni o'rtoqlar to'rchindinglar, men o'g'il bo'laman. Kimgadir qo'l qilib, baqash qilib shiylik yurganimni ko'rish menga qaysimadi uyalaman. Lekin agarda sizlar mana shartni bajarsanglar, men sizlarga mana shu videoni chiqaraman. Shartlarni o'zinglar bilasizlar, o'rtoqlar. 88 mingta like bosib qo'ying va obuna bo'ling. Obuna bo'lsa ko'rib juda ham ko'payib ketadi o'rtoqlar. Hamma obuna bo'lib qo'ysin. Aynan mana shu videoda 20 mingta obunachi kelsa, biz bu videoni davomini chiqaramiz. Hamma suratga olinib bo'lgan. Просто sizlar shart bajarasizlar va reysga davom chiqarib olamiz. Shunaqa gaplar do'stlar, aktiv bo'linglar. Antos ket. O'tir. Do'stlar! Bu qarab turganim-ku, mana qara. Yurtdim men. Все, o'rtoqlar. Marhamat do'stlar, albatta videoga like bosib qo'yinglar. 88 mingta like va aynan mana shu videodan 20 mingta obunachi va bu videoning davomi chiqadi. Endi biz o'zimizda uyga qochdik. Agarda videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyaga 5 sonini qoldiring. Qani ko'ramiz, kimlar videoni oxirigacha ko'rar ekan. Aytgancha, mana bu videoni YouTube saytiga tavsiya qilyapti. O'tib ko'ringlar.